Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi Harley Davidson nomli mana bunaqa mototsikllarni skillari qo'shildi. Shularni sizlar bilan birga open case qilamiz va open case'imizdan so'ng o'yinga tez kunda qo'shiladigan yangi Royal Pass va yangi premium case'imizni quroli ham deyarli aniq bo'ldi. O'sha haqida gaplashib o'tamiz va yangi sovrin yo'li ma'lumotlarini ko'rib chiqamiz. Xullas, videomiz ham kichkina open case ham ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'lmasam men videoni boshladim. Hop, bo'lmasam birinchi bo'lib open case'imizni boshlaymiz. Chiroyli mototsikllar qandaydir unaqa orqasida bagaj bor, katta, qanday nima desam ekan, stilli mototsikl emas, to'g'risi menda уже chiroyli mototsikl skillari bor, lekin albatta kolleksiya uchun uni ham olib qo'yamiz. Mana menda bunaqangi Ducati de mototsikli bor. Haqiqiy mototsikl ko'chadagi ovozlarni chiqarib mazza qilib, sportivniy mototsikl desa bo'ladi. Ular endi sportivniy emas, qanaqadir o'sha boboylarda mototsikl desa bo'ladi. Xolos, Ducati deb yorib qo'ygan, bu yerda qizili ham bor, buni qizili ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Hop, bo'lmasam open case'imizni boshlaymiz. Aytgancha mana bu setlari ham qiziq, mana perchatkali chiroyli setlar qo'shilgan. Mana bu bandanasi bilan ham mana personajimiz chotki ko'rinadi mana. Yomon emas. Ochkasi ham qiziq. Setlarga gap bo'lishi mumkin emas. Mototsikllar endi unchalik wow deydigan darajada emas. Hop. Menimcha arzon yuziga tushsa kerak, unaqangi bizni qiynab, juda tushmasa ham kerak, chunki garantdan ham tushish shansi juda ham baland. Bu skinimizni propus bilan ochaveramiz, ular juda ham chalg'itar ekan odamni. Hop, menimcha уже setini berdi. Garantimizdan ham mototsikl olsak bo'ladi mana. Ketdi. Yo'q, kraska berdi. Davom etamiz. Davay, PUBG bizga tezroq mototsikillarni bersa, kolleksiya levelimizni ko'tarib, ma'lumotlarimizga o'taverardik. Yo'q, hozircha yo'q. Propus qilamiz. Mana shunday animatsiyani olib yaxshi bo'lardi. Juda ham chalg'itar ekan, как будто nimadir tushyapti deb kutasiz, lekin motor tushadi. U ana qaysidir mototsiklni berdi menimcha, u qorasi zo'r. Bandanani ham berdi. Davay, bizga hamma mototsikl skini kerak. Tak. Yo'q. Aytgancha, siz ham open case qildingizmi, ochdingizmi, bu skinlar sizga yoqdimi yoki yo'q, albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Masalan, kimgadir shunaqangi mototsiklar ham yoqishi mumkin. Как будто o'sha sayohatga chiqib yuradigan mototsiklga o'xshaydi. Mana ko'chada vang'illatib ovoz chiqarib yuradigan emas. Komfortli mototsikl desak ham bo'laveradi. Tushmayapti. Propusk bilan yana bitta propusk. Endi bir taktika qilib ko'ramiz. Bosamiz, bittali ochamiz 10 yusiga. Propusk va bitta 10 talida atmay qilib ketdi. Davay. Menimcha hozir beradi. Taktikamiz ish berdimi? Yo'q, afsuski ish bermadi. Kolleksiyaga umuman ochko qo'shilmadi. Doimgidek Vektor tog'dan yordam so'raymiz. Mana ko'p open case'larimda Vektorda omad juda ham ko'p kelgan, shuning uchun Vektorga o'tamiz. Vektor bizni doim qo'llab-quvvatlaydi. Ana top-toza, hech balosi yo'q Vektor bo'ldi. Qani Vektorda menimcha bersa kerak. Bilmadim, boshqalarda bilmadim-ku. Menda odatda Vektorda normalni tushib beradi. Davay, PUBG props bilan yana bitta qiynayapti rostdan. Boshqada open case'da yaxshi tushib beradi menda, lekin bunaqangi zo'r tushmayapti. Oxirgacha kutamiz, propus qilmaymiz. Davay, PUBG. Yo'q, bunda ham afsuski bermadi, o'g'aylar. Hammasi bunaqa turli narsalar xolos, boshqa narsa yo'q. Endi menimcha hammasini garantdan bersa kerak. Hozir bitta ochamiz, 4 ta garant ochamiz. 4 ta garantimizdan 3 ta mototsiklda bersa zo'r bo'lardi. Yo'q, afsuski bermadi. Davay, garantimiz. Mana bular endi prosta oddiy ranglisi, mana buni bersa ham mayli. Boshqa ochmayman, chunki 6100 yetadi bu ruletkaga. Bersa berdi, bermasa mayli, shart emas. Yana motor berdi. Kraska. Bosamiz, ketdi. Yo'q, afsuski bermadi. Nima ham deymiz? Qaranglar. Omadsiz ruletka kelibdi menga. Boshqa ruletkalarda omadim kelgan bo'lsa ham, bunda kelmadi. Mana buni ham bermadi menimcha. Hayronman, nimaga buni bermadi? Mana faqatgina mana bu epic deb beribdi xolos. Даже mana bu
perchatkali chiroyli epigini ham bermabdi. Davay yana bitta garantgacha ochaman mayli. Chunki oddiy epik kostyumni bermasa endi bilmadim. O, yaxshi. Birinchi stel mototsikl. Qolganlarda juda ham ko'p motor berdi. Yaxshi. Davom etamiz. Da, unisi mototsiklni ham berib yorsin endi. Mototsikl emas, mayli mana shu epik kostyumni bersin. Men roziman. Qaranglar, hech balo bermayapti. Bitta propisk bilan va bitta bez propisk. Bilmadim. Hayronman. Qaranglar, hech balo bermadi. Mayli, nima ham deymiz endi undan ag'iga ko'p yuz ishlatish u olib ruletkaga. Chunki omad kelmadimi bo'ldi, boshqa kelmaydi. Hozir 3000 yuzini ham havoga sarflab yuboraman. 15-may kuni Ford ruletkasida chiroyli Ford superkarlar keladi. Undan o'shanga yana yuz tashab turib, mazza qilib zo'r Ford skillarini tushirib olganim yaxshi. Hozir qaytdagi bunaqa mototsikllarga yuzimni sarflab yuborish niyatim yo'q. Keyin yana bir ma'lumot, aynan o'sha Ford ruletkasi 15-may kuni, juma kuni kelsa, u bilan birgalikda bonus UC sabitiyasi ham qo'shiladi. O'shanda akkauntingizga UC tushirib, qo'shimcha bonuslarni ham PUBG Mobile'dan olsangiz bo'ladi. Mana shu yerga o'sha bonus UC ham qo'shiladi. Xo'p, bo'lmasam omadsiz open case'imiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi esa ma'lumotlarimizga o'tsak ham bo'laveradi. Birinchisi A19 Royal Pass ma'lumotlari. Royal Passimiz o'yinga 16-may ertalab 7:00 da qo'shiladi. Shu payt bemalol Royal Pass xarid qilishingiz mumkin va yangi sezon uchun rang ko'tarishni ham boshlashingiz mumkin. Yana bir qo'shimcha ma'lumot, mana ekranda ko'rishlaringiz mumkin. Yangi sezonimizda sizni rangingiz qaysi rangga tushib ketish ma'lumoti, ya'ni hozirgi sezonimizda masalan menda toj 3 bo'lsa, keyingi sezonda mana o'ng tomonda qaysi rangga tushib ketishim haqida ma'lumot yozilgan. Siz ham chap tomonda o'zingiz rangingizni ko'rib, o'ng tomonda yangi sezonda qaysi rangdan boshlashingizni bilib olishingiz mumkin. Endi esa Royal Pass skilllarga o'tamiz. Royal Passimizni birinchi RPsida mana shu qizlarni setini qo'lga kirita olamiz. Ko'rinishi ham emas, endi legendarniy oddiy set. 10-RPmizda esa shu qizni qo'lidagi M16 Ator skinini qo'lga kirita olamiz. 20-RPda esa mana shunaqangi oq, chiroyli ko'rinishdagi shlemni qo'lga kiritamiz. Ko'rinishi ham emas. 30-RPda esa NS2000 draboviki uchun mana shunaqa skin olamiz. 40-RPdagi Mifitskiy kostyumimiz esa o'g'il bola personaj uchun mana shunaqangi patli doktor kostyumi bo'lar ekan. Bu ham endi kolleksiya uchun xolos. 50-RPda esa Skorpion pistolet uchun kuchaytiradigan skin qo'lga kirita olamiz ekan. Ko'rinishi endi oddiy. Kuchaytirganingiz bilan baribir bu pistoletni ko'pchilik o'ynamaydi. Favqulodda vaziyatda qo'lingizga olib otishingiz mumkin, atak. Qo'lingizda har doim ko'tarib yurmaysiz. Mana buni kilchati ham oddiy qilib ishlangan. 55-RPda arbalet uchun chiroyli skin qo'lga kiritamiz ekan. 60-RPdagi ryukzakni ham chiroyli qilib ishlashgan, ko'rinishi yomon emas. 70-RPda esa UAZ transport uchun shunaqangi chiroyli skinni qo'lga kirita olamiz. 90-RPda esa Koryak uchun shunaqa skin bo'ladi. Va nihoyat 100-RPning kostyumiga ham yetib keldik. Ko'rinishi yomon emas, qiz bola personaj uchun yasalgan. Orqada ikkita uzun sochi bor va kostyumni xohlagan rangimizga bo'yay olamiz. Nima ham deymiz, A19 Royal Passimizda bizni mana shunaqangi skilllar kutyapti ekan. Ko'rinishi yomon emas, endi asosan ko'p skilllar faqatgina kolleksiya uchun, ko'pni kiyib o'ynab yurishga arzimaydi. Hali A19 Royal Pass skillari sizga yoqdimi yoki yo'q, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Endi esa biz keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Endi esa ko'pchilik kutayotgan premium case ma'lumotlariga o'tamiz. Mana shu sariq case'imizda qaysi kuchaytiradigan skin qaytadi. Undan oldin mana shu case'imiz qachon qo'shilishini sizlarga aytib o'taman. Bu case'imiz o'yinga 18-may ertalab 5:00 da qo'shiladi. O'yindagi mana bu case bor. Mana bu omad chambaragi bor. Mana shu tugasa o'rniga premium case qo'shiladi. Bu 17-kuni tugadi. 18-may kuni o'rniga premium case qo'shiladi. O'shanda premium case'larini ishlatib yangi skilllarni qo'lga kirita olasizlar. Endi esa o'sha premium case'imizda qaytadigan kuchaytiradigan qurol haqida gaplashib o'tamiz. Mana bu yerga o'tamiz, ustaxonaga, laboratoriyaga kiramiz. PP qurollardan bittasi mana shu Vektor mexanik ajzar Vektor skini qaytish ehtimoli bor. Bu ehtimol 90% desak bo'laveradi, chunki juda ham katta ehtimoli bor. Sababi bunga maxsus jamoa translyatsiyasi qo'shilgan. Bu narsa bu skinda yo'q edi. Masalan, boshqa skinlarimizda ham yo'q. Faqat yangi qo'shilayotganlarda bor edi. Mana shu narsa qo'shibdi va yana bir sabablardan bittasi tur versamizda bu Vektor uchun yangi tutqich, o'qdon, stvol, nishonlar qo'shishgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mana bu yerda 4 ta tutqich turibdi, ya'ni priklad.
Turi 3 versiyamiz esa bu joyda 3 ta turibdi. Ya'ni yangisi qo'shilgan bitta. O'q-dollarga ham yana bitta yangisi qo'shilgan. Mana bu menda yo'q ekan, как раз mana shu ham yangi qo'shilgan. Stollar ham faqatgina mana bu turi 3 ta bordi. Turi-turda unaqangi kattasini ham qo'shib qo'yishibdi. Ya'ni yangi priklad. Pretsellardan ham yangisi qo'shilgan, bu joyda esa yangisi yo'q. Xullas, yangi priklad va jamoa translyatsiyasi qo'shilgani uchun shu skinni premium kesda qaytadi deb taxmin qilsak bo'ladi. Ya'ni sababi bor qaytishiga. Bundan boshqa skinlarga bunaqangi o'zgarish kiritilmagani uchun mana shu skin qaytadi deb ayta olamiz. Bu skin ham yomon emas, mana effektlari zo'r, kuchuganda ham hamma yog'i yonib turadi. Kelchati lekin juda oddiy, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bilmadim, hozirgi zamondagi kelchatli qurollardan buni kelchati даже Royal Pass'dagi kelchatlar ham bundan yaxshiroq deb o'ylab qoldim. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kelchatini ham kuchaytirib qo'yishganda yaxshi bo'lardi. Dushmanga teksa chiqadigan effekti bor. Yakuniy shakli ham mana chiroyli bunaqangi qanotlari bor, ajdar bo'lib turadi. Mana bu esa loot qutisi. Qale bu vektor qaytayotgani sizga yoqdimi yoki yo'q? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Nima ham deymiz? Qo'shilsa men open case qilmayman, chunki menda umuman premium case yo'q. Ko'rdilaring, attiga bir donagina case'im bor xolos. Qolganlar case yig'ib qo'yganlar nima deysizlar? Ochishga arziydimi yoki yo'q? Bu haqida ham izohda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Endi esa yangi sovrin yo'lini ko'rib chiqamiz. Mana bu joyda kartalar joyiga kirsak, mana bu yerda Blue Lock deb yozib qo'ygan. Tez orada PUBG Mobile va Blue Lock animesi hamkorligi boshlanadi va o'sha hamkorlik davomida Blue Lock animesining qahramonlari bizga sovrin yo'lida qo'shiladi. Aytgancha, mana bu tadbirlar bo'limida ham perk almashish joyida Blue Lockda mana bu seti ham bor. 450 ta jetonga oslaring bo'ladi. Mana Berserk oq soch seti. Mana bu yerda qiz rasmi ham turibdi. Xullas, mana Blue Lock bilan rasmiy hamkorlik deb qo'ygan. Buni ertaga o'sha 14-may kuni olsak bo'ladi. Juda ham zo'r va o'sha sovrin yo'lida mana shu ekranimizda ko'rinayotgan 4 ta qahramonlar qo'shiladi. Nagi, Isagi, Bachira va Itoshirin kostyumlari bo'lar ekan. Katta ehtimol bilan 2 ta mifik bo'ladi sovrin yo'lida. Qolganlari endi ruletkada kelsa kerak va ular bilan birga menimcha qaysidir qurolga ham kuchaytiradigan skin qo'shilsa kerak. Hozircha u haqida ma'lumotlarimiz yo'q. Lekin odatda sovrin yo'lida qaysidir qurolga o'sha mavzuga mos qilib kuchaytiradigan skin ham qo'shishadi. Xullas, shu anime qahramonlari bizni 22-may kuni mana shu PUBG Mobile kutyapti. 22-may kuni sovrin yo'lida o'sha qahramonlarning setlarini olishimiz mumkin. Mana ekranlaringda o'sha 3 ta qahramonni o'yindagi ko'rinishlari ham bor. Ko'rinishi yomon emas. Ko'k o'sha anime bilan deyarli bir xil, lekin yuzini uncha o'xshatishmagan bo'lsa ham kostyumi zo'r. Xullas, bizda hozircha shular. Videomizda sizlar bilan birlikda yangi Harley Davidson mototsikllarni omadsiz open case'ini guvohiga aylandik va PUBG Mobile'ga tez kunda qo'shiladigan A19 Royal Pass'i, premium case'i va sovrin yo'li ma'lumotlarini ko'rib chiqdik. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda yuringlar.